Sizlarga yana bir narsani takroriy aytib o'tib ketishim kerak. Mana shu penoblogimizdan tomosha qiling. Qarangda, ana go'ydan iz qoladi-da, lekin bundan iz qolmaydi ana. Tomosha qiling ana. Ana. Xususiyati shunda buni. Tushundingiz-a? Boshqasini ustiga bitta odam poshinasi bilan yo patinka bilan chiqilsin. Qarang ana. Bu boshqacha bo'ladi-da. Tosh yo'lning ustida ana biron joy qayishgani yo'q, singani yo'q. 5000 tadan ziyod. Kelib, marhamat qilib telefon nomerlari bilan olib Masjidning yonidan Jondordan katta masjidga kirgandan keyin Qarovul qishlog'i chap qo'lga burilasizlar, Mang'itini yo'li ana. Juda mustahkamligi uchun o'zim ishonch hosil qilish uchun kelib sinab ko'rib ana o'zim ham olib ketaman, hozir mashina aytganman. Marhamat. Telefon nomerlarini qo'yib o'taman. Ishlaringiz omad. Hurmatli tumandoshlar, assalomu alaykum. Mana o'zi tumanimizda mana Qarovul qishlog'ini Mang'it yo'lidan ana bu katta ichkarida ketib o'tirgan Jondordan kelayotgan payt masjid yonidan kirib kelinadi. Xo'sh. Mana bana penobloglar sotuvda. Xo'sh, kimga qancha kerak bo'lsa telefon nomerlarini qo'yamiz. Juda ajoyib, mustahkam taxlangan. Bundan olib ketib hozir ishlatib o'tirganlar soni 1000 ta. Endi agar eshitmaganlar uchun manzilni yana bir bor takroran aytib o'tib ketaman. Ana Qarovul qishlog'i Mang'it yo'lning ustida. O'ng qo'lda shunday ketib o'tirgan joyda. Hozir ana 5000 tadan ziyod zapas to'da qilingan. Kimdir kelib imoratiga boshqa joyga olib ketib ishlataman desa, marhamat, telefon nomerlarini takiga qo'yib o'tib ketaman. Mustahkam. Endi 1-2 so'm qimmat bo'lishi mumkin, lekin boshqa joydagi penobloglar bilan solishtirib ham ko'rasizlar. Buni aytib maqtash emas. Men o'zim kelib olib qo'lim bilan ko'rdim, boshqa joylarda ham ko'rib sinab ko'rdim, lekin buni xususiyati boshqa narsa. Ichiga qo'shilgan masallig'ini ham kelib ko'rsatib beriladi. Sizlar kelgan paytlaringiz egalari nomidan ko'rsatiladi. 4 so'm 5 so'm qimmat, lekin pullaringizni olganlaringiz arziydi. Marhamat, kelib telefon nomerlari bilan qo'yaman, murojaat qilib o'zlaringiz tanlab olib ketaverasizlar. Hozircha 5000 ta qo'yilgan. Manzil tushunarli, telefon nomerlarini pastga qo'yib o'tib ketaman.